Hammaga assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana New York shtatining Manhattanidamiz, ya'ni o'sha mashhur bo'lgan Centralniy parkida turibmiz va sizlarga spesial ko'rsatish uchun shu joyda eng cho'qqi joyga keldim. Do'stim, bitta ko'rsating kadrda New Yorkni ko'rsin, akalar og'izni ochmasdan ko'rsating. Menga pul chiqibdi-mi, lekin sizga. Xullas, qadrdonlar, sizlarga qisqacha ma'lumotlar aytib o'taman. Bu Centralniy park texnik nosozliklar bo'ldi qadrdonlar, juda ham sirpanchiq joylari ko'p ekan. Xullas, sizlarga bu park haqida qiziqarli faktlarni aytaman. O'zi aslida juda ham ko'p, videoni vaqt yetmaydi. Birinchi qiziqarli fakt qadrdonlar, bir yilda 40 millionga yaqin turist keladi bu parkga o'ziga. Bu dunyo bo'yicha eng ko'p o'ziga turistni jalb qiluvchi park hisoblanadi va uni mostni ko'rsatib qo'ying orqali. O'sha most, ya'ni ruchnoy qurilgan, mana shu bitta parkda o'zida 90 ta bor. Va eng qiziqarli fakt qadrdonlar, dunyo bo'yicha eng ko'p kino olingan joy mana shu Centralniy park bo'ladi. 350 tadan ortiq kinolar olingan. Ularning ichida eng mashhur va sizlar taniydigan bu Madagaskar hamda Chivalek Pauk, ya'ni o'rmanchik odam qadrdonlar. Alohida rahmat aytaman namanganlik qadrdon mehribon do'stlarimga, menga mana shu qo'l mehnatida vodiy cho'ponidan jo'natib yuboribdi. Sog'da yurmasin, New Yorkka kelganini bilishgan bo'lsa kerak. Qadrdonlar, mehnatinglarga rozi bo'linglar. Juda ham yaxshi material ekan. Umuman sovuq bilingani yo'q, kapyoshonkasi ham bor. Boringlarga shukr, hurmatinglar uchun. Hammaga rahmat qadrdonlar. Sizlar ham mana shu joylarga kelib o'z qorachig'inglar bilan boqish nasib qilsin. Chiroyli joylarni ko'rsatib qo'ying, oxiri zo'r bo'lsin. Muzika qo'yib yuborish kerak o'sha joyiga. Nani deb.